Sergeli yangi Darxon 16 tashkiliy novostroykamizning 7-etajdan 3 xonali arzon narxda kvartiramiz chiqyapti. Ushbu lokatsiya 2-metro bekat hamda 3-metro bekatga yaqin. Oldida qaranglar, mana bolajonlar o'ynash uchun joylar, dam olib o'tirish uchun besedkalar, maktab, bog'cha, hamma narsa kvartiramizga yaqin. 24 ga 7 ishlaydigan magazinlar, ovqatlanish joylari. Kerakli hamma joyga yaqin joydan mana shunaqa xonadon xarid qilib olmoqchi bo'lsanglar, videoyimizdan oxirigacha tomosha qiling. Kvartiramizning narxi ma'qul kelsa, sirasiz telefon qilib barakasini qilsangiz bo'ladi. Xo'sh, kvartiramizga ham kirib oldik, hurmatli yurtdoshlarimiz. Bu yog'imizda kiraverish, glavniy eshigimiz, koridor kattaligiga bitta ahamiyat beringlar, uzunga ketgan koridor. Xo'p, kvartiramizda hamma narsamiz qoladi. Birma-bir sizlarga xonalarini tushuntirib o'taman. Planirovkasi polniy, razdelniy, 3 xonali 73 kvadratli kvartira. Bu yog'imizni birinchi xonamizni xo'p, spalni qilib qo'yilgan, ikkitalik spalnimiz turibdi. Tashqi oynalar reshotka qilib qo'yilgan. 16 tashqani 7-etaji. Metro 2-bekatga yaqin go'z remontda tayyor xonadonimiz. Xo'p, bu yog'imizda hojatxona qismi, rakvinalari bor, polniy kafeldan chiqqan. Shunaqa holatdagi kvartira olib turib, bemalol oilaviy mazza qilib yashashingiz yoki investitsiya qilib arendaga berib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yog'imizda ikkinchi xonamiz hisoblanadi. Xo'p, ikkinchi xonamizning ham razmeri yaxshi. Xo'p, buni ham bemalol spalni o'rnida foydalansanglar bo'ladi. O'zini balkonlari bor. Balkonlari ham polniy reshotka qilingan. Bu yog'imizda kvartiramizning mehmonxona qismi, mehmonxonaning ham razmeri juda ham zo'r. Bemalol divanli zona, televizorli zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yog'imizda ham xo'p, oynalari reshotka qilingan, pardalar qilib qo'yilgan, mana shunaqa tayyor xonadon. Ushbu kvartiramizning oldi-sotdi shartnomasiga 500 million so'm ko'rsatilgan. Bemalol 500 milliongacha kredit qilib olsanglar bo'ladi. Qolgan naqd berib 500 millioniga bankdan pul chiqazib olsanglar bo'ladi. Oshxonani bitta ko'rib o'tamiz. Kuxonning mebellari bor, gaz plitasi, xo'p, bu yoqda xolodilnik, duxkonturniy kotyol, uyimizni isitish duxkonturniy kotyol asosida. Kir yuvish mashinalari, bu yoqlari ham mana reshotkalar qilib qo'yilgan, mana shunaqa tayyor 3 xonali Sergeli yangi Darxon, yangi Hayot tumani yangi Darxon 2 da 16 tashqani 7-etajda sotuvda. Xo'p, vanna qismi, vanna, bu yoqda ham rakvinasi, sushilkalari polniy kafeldan chiqqan. Mana shu xonadonimizni srochniy narxlarda sotuvimizda turibdi. Xo'p, 7-etajga chiqish uchun ikkita liftimiz bor. Yana nimani aytamiz? Mana shu tayyor holatda dokumentidan umuman muammo yo'q. Naqdga, ipotekaga farqi yo'q. Barakasini quvuramiz. Narxiga to'xtalsak, ushbu kvartiramizning narxi $66,500. Aytganimizdek 500 milliongacha kredit qilib bankdan chiqazib olsangiz bo'ladi yoki 66,500 naqd sanab bir kun ichida notarius qilib sirazu kalitini olib, mana shu kvartirani $500gacha, $450-500gacha bemalol arendaga qo'yib qo'ysangiz yoki oilangiz bilan mazza qilib yashasangiz bo'ladi. Mana sizga zo'r variantlarimizdan bittasi, foydalanib qoling. Sirazu telefon qilib ushbu kvartiramizning barakasini qilib olsangiz bo'ladi.